Terminal API menejer boshqaruv paneli. Bu dashbordda filiallar, bo'limlar, terminallar, aktiv murojaatlar, joriy balansi, litsenziya holati, tezkor amallarda yangi filial qo'shish, yangi bo'lim, yangi filial, yangi bo'lim, yangi terminal, yangi murojaatlarni ko'rish imkoniyati bor. Filiallar menyusida limitgacha filial qo'shish, mavjud filiallarni tahrirlash va o'chirish imkoniyati bor. Filiallarni tahrirlash tugmasini bosib, filialdagi kerakli o'zgarishlarni kiritish mumkin. Eshiklar menyusida limitgacha eshik qo'shish va ularni tahrirlash va o'chirish mumkin. Tahrirlash uchun tahrirlash tugmasini bosib, avtomatik yo qo'lda rejimiga o'tkaziladi. Qaysi nomi beriladi, filial va izoh kiritiladi. Terminallar limitgacha qo'shish imkoniyati bor, tahrirlash imkoniyati va o'chirish imkoniyati bor. Tahrirlash uchun tahrirlashni bosib, nomi kiritiladi, joylashuv, IP porti, kodi, foydalanuvchi, parol, filiali va eshik nomi kiritiladi. Hisob-kitobda to'lovlar menyusida to'lovlarni ko'rish imkoniyati bor. Qaysi sanasi va qancha to'lov qilinganligi haqida. Tranzaksiyalar joriy balansni ko'riladi. Litsenziya uzaytirilganligi, qaysi summaga uzaytirilgan va kirim qismi, litsenziya tugatilgan, ishlatilmagan kun uchun qaytgan to'lovlarni ko'rish mumkin. Litsenziyalar menyusida amaldagi litsenziya, uzaytirilgan litsenziya va tugatilgan litsenziyani ko'rish imkoniyati bor. Murojaatlar bo'limida tizim texnik xodimlari uchun murojaatlar, suhbatlarni yaratish va suhbatni davom ettirish imkoniyati bor.